Akalar, kimga shu uyga qancha расход qilinyapti? Mana shu bitta xonaga, mana yotoqxona, kuyov bolaga, dush ichida. Shunga nech pul ketyapti? Materiallariga nech pul ketyapti? Xullas, mana shu bitta xonaga qancha nech pul расход qilingan bo'lsa, xona bitgandan keyin video qilib aytaman nech pul ketganini, kuzatib borasizlar. Bunaqa bosish esdan chiqmasin, videoni tanishlarga jo'nataverasiz. Akalar, orqamda turgan joy nimaga eshik qo'yilmagan dushga, uning sababi hozir men sizlarga aytaman. Xullas, xonaga maytga shkaf deydimi? Xullas, mebelli qiladi. Mebelda eshigi mo'chakkada eshigi bo'ladi. Shu eshikni ochilgandan keyin mana yoqqa kirib ketilaveradi dushga. Xullas, orqada xonaning ichida dush borligi bilinmaydi. Kulchatir mana maytga qo'yilgan, shu yerdan yaqib qo'yib kirib ketilaveradi. Shuning uchun shunaqa qilib qo'ydik o'zimizcha ideya qilib. Xullas, shunaqa gaplar. Akalar, ish jarayonidan videolar. Xullas, ishlar mana dush bo'ladi xona. Yantellar yopishtirildi, patologiyaga avval yopishtirildi. Почти bitti. Baytga dushovoy kabina bo'ladi. Если joyga qo'yganmiz. Mana xona bu yerdan bo'lingan. Bundan oldin bu yerda ko'rsatganman. Mana bu xonaga yantellarni yopishtirib bo'ldi. Hozir patologni avoyini yopishtiryapmiz. Mana patologni avoyini yopishtirib bo'lib, undan keyin patologni kraska qilamiz, yantellarga kraska qilamiz. Undan keyin qolgan devor avoyga tayyor, devorga avoyni yopishtiramiz. Undan keyin polga kulchlarni yopishtiramiz. Xudo xolasa keyin undan keyin lustrasi bor ilamiz. Chekkada galagenlar bor. Ulardan joyiga qaytaramiz. Undan keyin xudo xolasa bitadi. Undan keyin videosini chiqaraman. Kuzatib, bunaqa bosasizlar. Videoni liboyga jo'nataverasizlar. Sog' bo'ling.